Bugun biz sizlar bilan odam tanasidagi 7 g'alati ammo haqiqiy holat mavzusida videomizni boshlaymiz. Videomizni boshlashimizdan oldin kanalimizga obuna bo'ling. Qani endi boshlaymiz. Birinchisi, miyamiz og'riqni sezmaydi. Bizning miyamiz og'riqni boshqaradigan markazdir, lekin o'zi hech qanday og'riqni his qilmaydi. Shu sababli ba'zi nevroxirurgik operatsiyalar paytida bemor hushyor holatda bo'ladi, chunki miya to'g'ridan-to'g'ri og'riqni sezmaydi. Bu esa shifokorlarga aniqroq ishlash imkonini beradi. Ikkinchisi, ko'zlarimiz dunyoni teskari ko'radi. Biz atrofni to'g'ri ko'ryapmiz deb o'ylaymiz, lekin aslida ko'z gavhari tasvirni teskari aks ettiradi. So'ng miya bu tasvirni to'g'rilab beradi. Agar miya shunday qilmaganida, hamma narsa pastga qarab turgandek ko'rinar edi. Bu miyamizning haqiqiy grafik protsessori sifatida ishlashining isbotidir. Uchinchisi, yurak o'zi mustaqil uradi. Yurakda o'zining elektr impuls tizimi bor. Shuning uchun u tanadan ajralgandan so'ng ham qisqa vaqt davomida urishda davom etadi. Bu uning avtonom organ ekanligini ko'rsatadi. Yurak to'xtatish uchun miya yoki qon emas, balki uning o'z elektr tizimi ishdan chiqishi kerak. To'rtinchisi, qon tomirlarining umumiy uzunligi 100,000 kilometrdan oshadi. Inson tanasidagi barcha qon tomirlarini bir chiziq qilib yozsa, u yer sharini 2 marta aylanib chiqadi. Bu hayratlanarli. Shu uzun tarmoq orqali har kuni 7000 litrga yaqin qon yurakdan o'tadi. Tana bu tarmoqni mukammal boshqaradi. Har bir hujayraga kislorod yetkazadi. Beshinchisi, til tanadagi eng harakatchan mushaklardan biri. Til kichkina ko'rinsa ham, u o'nlab mayda mushakchalardan tuzilgan. Ular birgalikda ishlagani uchun til bir zumda turli shakllar oladi. Gapirish, tatib ko'rish, yutish, kulish hammasida u faoldir. Oltinchisi, uyquda miya o'zini tozalaydi. Ko'p odamlar uyqu faqat dam olish deb o'ylaydi, ammo aslida uyqu paytida miyamizdagi maxsus glimfa tizimi faollashadi. U ortiqcha oqsillar, toksinlar va zararli moddalardan miyani tozalaydi. Ya'ni har kecha miya o'zini yuvadi. Bu esa xotira va e'tibor uchun muhimdir. Yettinchisi, tana elektr toki bilan ishlaydi. Har bir hujayrada ionlar tufayli elektr potensiali hosil bo'ladi. Bu juda kuchsiz bo'lsa ham butun tananing ishlashini boshqaradi. Miya, yurak va mushaklar bu signallar orqali o'zaro aloqa oladi. Odam tanasida metall ham mavjuddir. Bizning qonimizda temir bor. Bu gemoglobin tarkibida. Shuning uchun qon havo bilan tegishganda qizil tus oladi. Xo'sh, bugungi mavzuyimiz mana shulardan iborat edi. Keyingi sonlargacha ko'rishguncha